Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. 30 kilovatli generator so'ragan akalarimiz uchun mana yig'im terim ishlari olib borilmoqda akalar. Balonlarini o'rnatib beryapmiz. Har xil tomonga aylanib, burilib, bemalol legirovkalarini qilib foydalansalaring bo'laveradi. Generatorlarimiz akalar, xo'p, 30 kilovatli variantdan bo'ldi. 220 hamda 380 qilib bemalol ishlatib foydalansalaring bo'laveradi. O'zini datchiklari bilan jihozlashtirilgan bo'ladi akalar. Shikiflari tayyor holda qoqilgan bo'ladi. 3 talik remellar tushadigan variantda akalar. Motorlarimiz 11-15 motorlari bilan bo'ladi. Statorlari komplekt holatda. Xo'p, kaltga zavat bo'ladigan variantda bo'ladi akalar. Ko'rishlaring mumkin, oldinlarida faralari ham o'zida mavjud bo'ladi. Buni ham shikiflari tayyor holda bo'ldi. Xo'p, radiatorli variantda bo'ldi. Sovutish tizimlari ancha kuchli bo'ladi oddiy motorlarga qaraganda, lekin narx-navolari qimmatroq qilib chiqadi. $1400 evaziga ushbu komplektimiz tayyor bo'lyapti. Videoni oxirigacha kuzatib borsalar akalar, yig'ib terilgan jarayonlarini ham qo'yib boramiz. Iloji bo'lsa ishlagan videolarini ham video burchagida qoldiramiz akalar. Diyor aka, qayerga sotildi bu? Toshkent viloyati Parkent tumaniga sotildi bu. Nech pulga? $1400 $1400 sotildi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa? Generatordan 100% misli zavod sertifikatiga ega bo'lgan shu originaldan beriladi. Sertifikatlarini ham ko'rsatib qo'yamiz mana. Sertifikatlari bilan shu original mahsulot, o'zini qo'shimcha zapchaslari ichida ko'mirlari ham bo'ladi akalar. Ko'mirlari ham mavjud bo'ladi akalar. Komplekt holatda bo'ldi. Hozir video oxirida yig'ilgan jarayonlarini ham qo'yib boramiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Akalar mana xo'p, 11-15 motorga 30 kilovatli generatorlarimiz tayyor bo'ldi. Radiatorli variantda bo'ladi. Zakaz asosida esa-verdi akalar. Kimga shunaqa generatorlarimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. 12 ta viloyat bo'lib, mutlaqo tekin hollarda dastavkalari mavjud bo'ladi akalar. Xo'p, 54 amperli variantda bo'ladi. O'zini ATSlari bilan birgalikda toklarini legirovka qilib bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Pastda nomerlarimiz mavjud, aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab mutlaqo tekin hollarda dastavka xizmatlarimiz mavjud bo'ladi. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozorda joylashgan.